5/5 Angren shahridagilar juda ham yaxshi biladigan, markaz desa ham bo'ladigan sharoitdagi 5/5 dahasidamiz. Ikkinchi qavatdan mana shunaqa mana 2 xonali, shinam bitta yaxshi ta'mirli kvartirani obzorga kelganmiz. Ko'rib turibsiz, kirganimizda chap qo'limizga o'tishimizdan oldin mana katta eshigimiz bor ekan. Katta eshigimiz taxtadan temir eshigimiz va to'g'rimizda mana bunaqa shkaflar qo'yib qo'ygan. Bu shkafni xohlasangiz bu yoqqa kattaroq turib, yopib turib bitta nima deydi, garderob sifatida ham qilib qo'ysangiz bo'ladigan sharoitda, chunki joyimiz anchagina katta ekan va kirganimizda chap tomonimizda endi mana ko'rib turibsiz, ancha keng bo'lgan, ta'mirlari yaxshi bo'lgan holatdagi yotoqxona qilib ishlatishyapti. Va bitta tomonni aytib ketaman, bu uyimizga qo'shimcha sifatida mana bu tomondagi garajlarimiz ham qo'shib beriladi. Uy egalari garajni ham beradi va orqa tomonimizda bog'lari ham bor ekan. Ko'rib turibsiz, ta'mirlarimiz yaxshi holatda. Bu yog'imizda ham ancha yaxshi. Kelasiz, yashaydigan sharoitda va 5/5 ga bilasiz xavfsizroq joy bo'lganda va maktab bog'chalarimiz shundoqqina oldimizda mana shu joyimizda 14-maktab bor. Dvor qismimizda ham ko'rib turibsiz, ancha tinch, mazza qilib o'ynab yuradigan sharoitda va bundan o'tadigan bo'lsak, endi to'g'rimizda bitta zalimiz joylashgan. Zalimizni ko'rib turibsiz, mana yaxshi holatda. Ta'mirlari bu yog'ini ham e'tibor berib ketsangiz bo'ladi. Bitta qizil aboylar bilan tortib turib, chiroyli qilib turib qo'yib qo'yishgan. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Bu yoqqa o'sha mebellarimizni qo'yib qo'yishgan. Ta'mirlarga bitta e'tibor berasiz, aboylarimiz ham yaxshi holatda turibdi. Va bundan o'tadigan bo'lsak, endi 2 xonali kvartiralarda bilasiz, hojatxonasi bilan yuvinish xonalari alohida bo'ladi. Mana aristonlarimiz bor, hojatxonamiz ham yaxshi holatda. Endi bundan o'tganimizda esa mana ko'rib turibsiz, yuvinish xonasi. Yuvinish xonamizda bitta mana shu joyimizni ozroq ta'mirlab olsa, qolgani joyi hammasi yaxshi ekan, yaxshi sharoitda. Oynalari ham bor ekan, mana ko'rib turibsiz, oynalarimizni ham qo'yib qo'yishgan. Chiroyli holatda. Endi esa oshxona qismiga o'tamiz. Bu yoqdan o'tganimizda shundoqqina oshxona qismiga kelamiz. Oshxona qismimizga ham bitta e'tibor bersangiz bo'ladi. Devorimiz ranglari bilan birga oshxona mebellarini chiroyli holatda qilib qo'yishgan ekan. Angren shahridagilar biladi, 5/5 dahasida suvdan, xo'p, svet, gazlarimizdan muammolari yo'q, hammasi bemalolchilikda. Va o'tganimizda undan keyin balkon qismimizga keladi. Balkon qismimizda ham ko'rsangiz bo'ladi, plastiklar bilan chiroyli qilib turib qo'yishgan. Zal qismimizga o'tadigan oynalar o'rta qo'yilmagan ekan, ochiq holatda turibdi va balkon qismimizda 1.5 ga 6 holatda mana shu balkon. Oynalarimiz akfadan qilib turib, mana to'liq akfa oyna qo'yib qo'yilgan, jalyuzi pardalarimiz tortib qo'yilgan. Xohlasangiz tushirib qo'yasiz, xohlasangiz ko'tarib qo'yasiz. Chiroyli bo'ladi. Eng muhimi bundan ham tashqari mana bu tashqari tomonimizda 2 sotixli mana maydonimiz mana shu joydan 2 sotixdan iborat bo'lgan joyimiz bor ekan. Bunga qo'shimcha sifatida mana bu joylarimizda mana ko'rib turibsiz, qudug'imiz va mana bu joyimizda tapchanlarimiz ham bor. Agar kelishadigan bo'lsa, mana bu tomonni ham berib yuboramiz deyishyapti. Uy egalari aytganimdek 2 xonali kvartira, Angren shahridagi o'sha 5/5 dahasida 2 xonali kvartira, bitta garaji va 2 sotixli yeri, tapchanlari bilan, quduqlari bilan birgalikda. Uy egalari $31,000 narx so'rashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol telefon qilib turib gaplashib baraka qo'rsalaringiz bo'ladi. Sunnatiga yana ham 1-2 so'm o'tib beradigan joylari bor. Shoshiling, bunaqa joylar uzoq vaqt turmaydi, chunki 2 sotixli yerda o'zi narxi ham anchagina yaxshi narxga borib qoladi. Buni o'zingizdan bilasiz.